Savol. Assalomu alaykum ustoz. Tahorat olganda gap qilsa, dunyoning xiyollarini qilsa bo'lamdi. Tahorat tartibi almashib ketsa, qayta olamdi. Javob. Va alaykum assalom. Tahorat olganda gap qilsa, dunyoning xiyollarini qilsa, afzalni va mustahabni tark qilgan bo'ladi. Shunga behuda gap so'z qilmagan tuzuk. Gap so'z qilsa, tahorat yanada kuchga ega. Chunki tahorat elayotganda gap so'z qilish va dunyo xiyollarini qilish aslida joiz bo'lsa-mu, to'rt mazhab olimlari tahorat elayotganda ehtiyoj bo'lmasa-mu gap so'z qilishni tahoratning makruhlari qatoridan sanaydi. Bu makruhlikni Imom Navaviy afzalni yoki mustahabni tark qilish deb izohlagan. Behuda gap so'z va xiyollar kishini mashg'ul qilib, Allohning amrini bajo keltirayotgan tuyg'uni o'zib qo'ydi. Tahoratni to'liq oldimi yo'q degandek vasvasaga solib qo'ydi. Tahorat o'zi ayrim bir ibodat bo'lib, bu namoz va tavob qatorliq boshqa ibodatlarning to'g'ri bo'lishi uchun shart qilingan ibodatdir. Shunga tahorat olganda diqqatini berib, bu ibodat bilan Allohning huzurida munojat qilib, rahmatini tilab turadiganligini his qilishi, dunyo paranglari, xiyollari va behuda ishlar bilan mashg'ul bo'lmasligi, balki zikr bilan mashg'ul bo'lishi munosib. Abu Musa raziyallohu anhu mundaq rivoyat qiladi. Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga tahorat suvi elib kelsak, u zot tahorat oldi. Men u zotning tahorat elib ey Alloh, gunohimni mag'firat qil, uyimni kang qil, rizqimga barakat ato qil deb duo qilganini angladim. Tahoratni tartib bo'yicha elish, shuningdek orasini o'zib qo'ymaslikmi sunnatdir. Alloh eng to'g'risini bilguridir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.